Dunyo bo'yicha eng adina turadigan qizga qarshi o'ynadim. Nikini esa videoni oxirida aytaman. Raqibni mensimaganim uchun birinchi shotni sharmandalarcha berib qo'ydim. Bu qizni crossfight kuchli ekan, endi pikda qanaqa o'ynashini sinab ko'ramiz. Gap bo'lishi mumkin emas, bu qiz pikda ham ustun kelishga muvaffaq bo'ldi. Tan olish kerak, bu qiz uncha content maker bolalardan ham kuchli o'ynar ekan. Ko'rishinglar mumkin, men hisobda orqadaman. Bunaqa momentda menga optimizatsiyam yordamga keladi. Yaxshi ham baxtimga optimizatsiyam bor. Agar sizga ham shunaqa zo'rrega kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga o'tib sotib olishingiz mumkin. Aytgancha bu qizning niki Baltika. Agar mana shu qiz bilan collab qilishni xohlasanglar, shunday like tugmasini bosib qo'yinglar. Agar mana shu video 10 mingta like ga qaragan bo'lsa, biz bu qiz bilan juda ham ajoyib kontentlar qilamiz. Ayrimlarga o'xshab sevgi, cringe videolar emas, seryozni TDMga oid